Instagramda obunachilaringiz 10 mingtadan o'tganidan keyin Instagram o'zi sizni boqishni boshlaydi. Bunaqa keyslar bizda juda ham ko'p bo'lgan. Shulardan bittasini sizga aytib bermoqchiman. Aynan travel yo'nalishidagi blogda biz 3 oy ichida 10 mingga yaqin obunachi olib kirganmiz. Lekin degan joyi bor. O'sha obunachilar soni 6 ming, 7 mingdan o'tgandan keyin o'sha uni sahifasida mijozlar kelishni boshlagan. Ya'ni odamlar u insondan so'rashni boshlagan. Mana shu bizga tur kerak, mana bu joyga turingiz bormi yoki bu joyga turingiz bormi degan narsalar o'sha zaproslar ko'payishni boshlagan. Hozir 10 mingdan ham oshgan obunachilar soni, u odamlar qarindosh yoki yaqin insoni boshqa emas, shunchaki ana shu odamni kuzatishadi va unga ishonishadi va undan sotib olishadi. Eng qizig'i, siz ularga o'zingiz xohlagan narxda xizmatingizni yoki mahsulotingizni sotishingiz ham mumkin bo'ladi. Chunki odamlar sizga ishonadi. Siz ham Instagram blogingizni yurgizishni boshlamoqchisiz, lekin qayerdan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling. Sahifamda Instagram to'g'ri yurgizish bo'yicha foydali ma'lumotlarni bo'lishib boraman.